Siz bilmagan tarixiy haqiqatlar. Xurshid Davron ochiq gapirdi. Islom Karimov nima degan edi? Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, video ostiga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Xurshid Davronning ijodxonasida kechgan suhbatda u shoir uchun qo'rquv o'lim bilan barobar ekani, nafsning aql va qalbdan ustun kelishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi, Islom Karimov bilan munosabatlari qanday qilib generallik rutbasidan quruq qolgani va boshqa ko'plab voqealar haqida so'zlab berdi. Shuningdek, urchib kelgan maddohlik, tanish-bilishchilik, guruhbozlik jamiyatga qanday ziyon yetkazishi, tarixda amirlar va xonlarning g'ofilligi qanday oqibatlarga olib kelgani kabi dolzarb mavzularda fikr bildirdi. Yoshlikda sal aqlsizroq bo'lgan ma'qul, xayolingizga kelganini yozaverasiz. Vaqt o'tgan sari faqat ilhom kelganda yozadigan bo'lib qolasiz. Ammo o'sha yoshlikda bitilgani ham juda qadrli, sababi hech narsadan qo'rqmay yozilgan. Qo'rquvni sezdingizmi, shoir sifatida tamom bo'lasiz. Bundan 50 yillar oldin chiqqan ilk qadamimda shunday satrlar bor edi. Qo'rqoq bo'lsang, qo'rqoq bo'lar she'r. Mardman deb jar solmog'ing bekor. Yillar o'tgan sari boshqa shoir adiblarning yozganlarini o'qib, qayerda jur'atsizlik qilganini yaqqol sezadigan bo'lib qolar ekansiz. Ammo yosh shoir ukalarimizga mana bunday yozsang zo'r she'r chiqadi deb bo'lmaydi. Har kimning shoirlik taqdiri o'z izida. Xalq, millat, olomon degan tushunchalar men uchun odam qiyofasida aks etadi. Aql va qalb bu millat, nafs ham qo'shilganda xalqqa aylanadi. Men faqat aql va qalb amriga ko'ra yashayman deb nafsni chetga surib qo'ya olmaymiz. Shuningdek, to'laligicha havoyi nafsga berilib ketish ham mumkin emas, ammo aql bilan qalb doim nafsdan ustun kelishi, uni boshqarib turishi lozim. Shunda siyosat ham, ilm, fan, adabiyot ham to'g'ri yo'ldan boradi. Ammo qorin, nafs degan tushunchalar g'olib bo'lsa, hamma narsa izidan chiqadi. Dunyo targ'iboti bosilib ketadi. Afsuski, bunday holatlarni ko'p ko'ryapmiz. Umuman olganda, adiblarning hayoti talantli ijodkorlar bilan talantsiz ijodkorlar o'rtasidagi kurashdan iborat. Biron ijodiy tashkilotga rahbar tayinlanganda, go'yo zo'r ijodkor bo'lgani uchun mansabga o'tirdi degan tasavvurga boriladi. Vaholanki rahbar zo'r ijodkor bo'lishi shart emas. U tashkilotchi, ishbilarmon, boshqalar uchun jon kuydiradigan odam bo'lishi kerak. Biz yomonlaydigan Sovet davridan 4-5 yilda yozuvchilar syezdi o'tkazilar. Har bir anjuman jiddiy bahs-munozaralar bilan kechar edi. Bugungi kunda ochiq aytish kerak, ijodiy tashkilotga tepadan belgilangan odam rahbar bo'ladi. Bu aniq, ammo shu holatda ham syezd o'tkazishga, saylov tashkil etishga botina olishmaydi. Bugungi O'zbekistonda juda katta jarayonlar kechyapti. Men yoqlaydigan taraflardan ko'ra menga yoqmaydigan taraflar juda ko'p. Bugungi ayrim bo'shliqlarni sobiq komsomol rahbarlari deyman. Sababi ish uslubi eski Sovet davridan qolgan. Men jamiyat hayotini mukammallik sari boshlaydigan odamlar ko'payish tarafdoriman. Shu ma'noda adabiyot uchun doim dolzarb bo'lgan zamonamiz qahramoni masalasi yuzaga chiqadi. Qahramon izlashda ko'pincha tarixga murojaat qilamiz. Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur biz uchun qahramon. To'g'ri, lekin bugungi hayotda ham munosib insonlar bor-ku. Nega ulardan ko'z yumamiz? Ba'zan qahramon bo'lish uchun o'lish kerakmi deb o'ylab qolaman. Qahramonlar yonimizda yurgan bo'lishi mumkin, lekin ulardan ko'zimizni olib qochamiz. Bir ko'zni olib qochadigan millatga aylanib borayotganimizdan ba'zida qiynalib ketaman. Ochig'ini aytganda, bugungi kun qahramonlari artistlar bo'lib qolgan. Shular nima yedi, nima dedi, nima kiydi biz uchun juda muhim. Shavkat Rahmon, Muhammad Rahmon, Matnazar Abdulhakim, Sadriddin Salim, shuningdek biz bilan zamondosh bo'lgan yoki o'tmishda yashab o'tgan ijodkorlarning xotirasini yodda tutish maqsadida sayt tashkil etganman. Mazkur sayt yoshlar bilan muloqot uchun ham qulay vosita. Bu istagan gaplarni yozaverish mumkin degani emas. Shunday holatlar bo'ladiki, yoshlarning ba'zi ishlari, ba'zi harakatlari menga yoqmasa-da, tanbeh bermayman. Mayli, bu uning hayoti, uning xatolari. U mana shu xatolar orqali tajriba orttiradi deyman. Yoshlarni umuman jamiyatni qiynayotgan masalalardan biri bu otasizlik. Millionlab erkaklar ro'zg'or tebratish ilinjida chet ellarga borib ishlayapti. Uyga yilda bir kelib ketadi. Bu yerda esa farzandlar voyaga yetyapti. Ertaga ular qanday inson bo'lib ulg'ayadi? Bu yerdagi qiyinchiliklarni ko'rib, chet elda yashash orzusiga tushib qolmaydimi? Xorijga o'qish uchun, ish o'rganish uchun borsa yaxshi. Vatanga qaytib yurtni obod qiladi. Ammo
ammo qanchasi o'sha yerda qolib ketyapti, qanchasi shovinistlarning, millatchilarning dastidan aziyat chekyapti. Musofirchilikda vafot etayotganlarni aytmay qo'ya qolay. Bu masala agar to'g'ri hal etilsa, O'zbekiston uchun ko'p yaxshiliklar keltirishi bordi-yu, o'z holiga tashlab qo'yilsa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Rossiya-Ukraina mojarosida men Rossiya taraf ham, Ukraina taraf ham emasman. Men O'zbekiston tarafdaman. Buni doim ta'kidlab kelganman. O'zbekiston deganda Turkiston tushunchasidan kelib chiqaman. O'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman. Bular bitta panjaning 5 ta barmog'i. Urushayotgan taraflardan birining qo'li baland kelsa, bizga qanday zarar tegadi-yu, qanday foyda keltiradi? Masalaning yana shu taraflarga e'tibor qaratish lozim. Bundan 30 yillar oldin bosqinchilik qahramonlik bo'ladimi degan maqolamda Rossiya bosqinining biz uchun ayanchli oqibatlari haqida yozganman. Tarix esa ma'lumki, takrorlanuvchi jarayon. Yana bir gap, biz ko'pincha dushmanni tashqaridan izlaymiz, ichki dushmanga e'tibor qaratmaymiz. Vaholanki Chor askarlari yurtimizga bosib kelganda jasoratli bobolarimiz qatori xiyonatkor bobolarimiz ham bo'lgan. Hatto ingliz razvedkasi Xiva xonini Rossiya urushga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida ogohlantirgan. Bu qachon yuz beradi degan savolga 10-15 yil ichida degan javobni eshitgan xon hazratlari hali ancha bor ekan deya aysh-ishratni davom ettirgan. Islom Karimovning bir odati bor edi, ochiq gapirgan odamni yoqtirardi. Suhbatdoshi biron mavzuni boshlab qo'yib, oxirigacha yetkazmasligiga yo'l qo'ymas edi. Shu sababdan saroy ahlining 90% savol bera boshlasa, javob bera olamanmi? Yaxshisi indamay qo'ya qolay degan hadikda turardi. Hatto men ba'zi mavzuni boshlab qo'ysam, aytma degan ma'noda biqinimga turtishar edi. Islom Karimov meni tarixni yaxshi bilganim uchun hurmat qilgan. Amir Temur muzeyi ochilayotganda eksponatlar topish masalasi ko'ndalang bo'ldi. O'zbekistonda Amir Temur bilan bog'liq deyarli hech narsa qolmaganini ochiq aytganman. Deyarli barcha tarixiy eksponatlar chet ellarga tashib ketilgan. Ular Rossiya, Fransiya, Britaniya muzeylarini bezab turibdi. Bilasizmi, men general bo'lishim mumkin edi. Gap shundaki, Sovet davrida Turkiston harbiy okrugining Frunzevets gazetasi chop etilardi. Shuni o'zbek tilida chiqarish harakati boshlangach, meni ishga taklif qilishdi. Ammo bu gapdan xabar topgan Islom Karimov Xurshidga boshqa topshiriqlar bor deya masalaga nuqta qo'ygan. Mana hozir general bo'lib katta pensiya olib o'tirgan bo'larmidim, deydi. Umuman O'zbekiston savollar mamlakatiga aylanib boryapti. Aslini olganda savol berilgani yaxshi. Ertaga nima bo'ladi? Mana bu muammo qanday hal etiladi va hokazolar. Savoli bor odam yashayotgan odam deb bilaman. Eng yomoni umuman savol bermaydigan kimsalar ham bor. Ularni o'z nafsidan boshqa hech narsa qiziqtirmaydi. Xulosa sifatida ko'p aytilgan haqiqatni takrorlayman. Dunyoni telefonga tikilib o'tirgan yoshlar emas, kitob o'qiyotgan yoshlar boshqaradi. Oldinda katta xavflar bor. Ularni bartaraf etish uchun ham kitob o'qish kerak. Kitob yuqorida eslaganimiz aql va qalbga tarbiya beradi. Nafsga esa kitob kerak emas. Farzandlaringizga bobolarimiz merosini anglatuvchi kitoblarni olib bering, deydi Xurshid Davron. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.